Selam şayan ressamlar. Bizga bugun ati anilarda qo'shilgandir. Selam sizga da ati anilar. Rasm yosi boshlarga borig'iz hozirmi? Tekshirib qarang hali. Oq qog'oz biti bormi? Bor, yaxshi. Qora marker? Ul da bor. Bek yaxshi. Attisli qarandashlarni unutmadingizmi? Unutgan bo'lsangiz tezgina hozirlab qo'yingiz. Bular mening bu yav qarandashlarim. Ko'rasizmi? Ne qadar ko'p turlilar. Bugun tisli suv o'gizi yasash uchun kerak bo'lurlar. Marker olamiz-da, yasay boshlaymiz. Suv o'gizini ko'rganingiz bormi ekan? Masalan, zooparkda. Olaysa meni ortdan qabatlagiz. Boshda mana shunday surat yasaymiz. Bu suv o'gizining boshi bo'lar. Onu ikkinchi bir uzuncha tugarak bilan tutashtiramiz. Bu gavdasi bo'lar. Bikshab, shul ravishli suv o'gizina o'xshagan rasm kelib chiqadi. Quloqlarini yasaymiz. Mana shulay. Quloqlari nani ham suykamli bo'lib chiqdi. Endi ko'zlarini ko'shamiz. Ko'zlarini har birigiz yasay biladi deb o'ylayman. Ikki tugarak yasaymiz. Kichkina siziqlar kirpiklarga aylana. Tugaraklar ishini biz qora nuqtalar yasaymiz. Durust. Ko'zlar hazır. Ko'zlari bek motor kelib chiqdi. Burun teshiklarini yasaymiz. Shulayok tugaraklar yordamida. Sol yoqdan bir tugarak, o'ng yoqdan ikkinchisi. Burun teshiklarida hazır. Og'zini ko'shamiz. Suv o'gizi yilmayib tursin. Qolgan ilishlarini yasay, kichkinagina quyruq ham oyoqlarini yasaymiz. Suv o'gizi suv ostida yuzib yuradi. Anga keng ham kuchli oyoqlar kerak. 4 oyoq yasab qo'yamiz. Bezaklash uchun suv o'gizini 3 tugarak yasaymiz. Aferin do'stlar, suv o'gizi hazır. Endi eng qiziqlisi qoldi. Bu yarg'i. Siz har vaqt o'zingiz saylagan qarandashlar ola olasiz. Turli tislar, rasmlarni qiziq ham shoyan edi. Amin bugun zangar suv tisli qarandash saylayman. Rasmni bo'yi boshlayman. Qo'rqmisha, lekin e'tibor bilan rasmni bo'yag'iz. Shiklangan tugaraklar ishinagina kirmagiz, yami? Suv o'gizi zangar suv tisinda bo'lashaq. Suv o'gizlari Afrikada yashaydi. Ular zo'r oila bo'lib kunita. Har oilaning shiklangan o'z bilamasi bor. Ular yilg'a bo'ylarida yashaylar. Ko'p vaqtlarini suvda o'tkazsalar-da, qora yerda da yuri olalar. Ular turli o'lanlar bilan to'qlana. Suv o'gizi kunina o'rtacha 40 kilogramm o'lan oshiydi. Shunga ular shunday zo'r ham kuchli. Endi gavdasin bu yerga tutunamiz. Ya, kelib chiqami? Bek yaxshi, bo'ldirasiz. Gavdasin buya bitirgach, oyoqlarini ko'sharmiz. Bir oyog'ini bo'yimiz, ikkinchi oyog'in, uchinchi ham to'rtinchi. Quyrug'i bilan quloqlarin. Mana shulay. Hozir shamaha tisli qarandash olamiz-da, suv o'gizining burun teshiklarini bo'yab qo'yamiz. Sog' bo'ling'iz, tugarak ishidan chiqmagiz. Haligi tis bilan quloq ishlarida bo'yimiz. Bikshab, bo'ldirdingiz. Hozir men sizga qumli yer ustin yasarga o'rgatam. Yer ilishin belgilovchi
сызык ясыйм. Менә шулай. Кабатлагыз. Һәм кызгылт сары карандаш белән буяп чыгам. Буламы? Булса бик яхшы. Буяп чыккач, тагын кара маркер алабыз да җир өстенә төрле зурлыкта нокталар һәм түгәрәкләр ясыйбыз. Менә шулай. Теләгән кадәр ясый аласыз. Бу нокталар ком була да инде. Шулай итеп, безнең комлы җир әзер. Рәсемебез Африканы хәтерләтсен өчен кояшын да ясап куйык. Маркер белән почмакта кояш ясыйбыз. Түгәрәк һәм сызыклар ярдәмендә. Кояшны сары төскә буйыбыз. Рәсем әзер. Таныш булыгыз, Африкада яшәүче су үгезе, яисә гипопотам. Рәсем бик матур һәм ямьле булып чыкты. Минем белән ясаганыгыз өчен зур рәхмәт. Шаян рәссам, сезнең белән сау булаша.